alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlar bu kecha videoni ko'rdilaringmi? Hurmatli kuzatuvchilar, Nargizaxon to'rtlari obunachilari 90 mingta bo'ldi. Barchalariga rahmat. Xudo xolasa sizlar bilan 9 millionlarda uramiz. Inshaalloh ertaga Xudo xolasa kimi tug'ilgan kuni bo'lsa, birinchi kelgan 9 ta obunachimizga 9 ta tortimiz. Tortlariga keldim. Meni jiyanimni tug'ilgan kuni edi bugun. O'shanga hozir bepulga tort berishadi. Nega shuni sinab ko'ramiz. Mana tort oldik. Bugun 6-yanvar. 6-yanvar. Hurmatli kuzatuvchilar, bugun 6-yanvar, Xudo xolasa ertalabda kelib, tug'ilgan kuni bo'layotgan obunachilarimizga to'plarimizni hadya sifatida beryapmiz. Xudo xolasa mana hammalari xursand. Inshaalloh bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'ling. Rahmat bolam, Ilohim sizlarning omadini bersin, tan jonlarni sog' bo'lsin, umrlaringiz uzun, Allohim barakatini bersin. Nima niyat qilgan bo'lsalar, niyatlaringiz bilan rozi bo'linglar. Rahmat. Obuna keting.